Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Haqiqatan ham fitna mavzusi Qur'oni Karimda, hadis shariflarda juda keng izohlangan. Juda keng bayon qilingan. Buni shu Qur'oni Karimda 60 ga yaqin joyda zikr qilinishi bilan ham bilsak bo'ladi. Ya'ni o'sha fitna o'zagidan yasalgan fillar, otlar 60 ga yaqin o'rinda Qur'onda zikr qilinadi. Bu arab tilidan kirib kelgan so'z bizga. Uni asl lug'at jihatdan odamlar uni sinash, imtihon qilishga ishlatishgan. Ya'ni bu fitna shunday bir narsaki, u insonning holatini ko'rsatib beradi. Qanday holatda inson, uni qalbi, umumiy nimasi, faoliyati misol uchun. O'sha uni sinaydigan insonni sinaydigan narsa yaxshilik ham bo'lishi mumkin, yomonlik ham bo'lishi mumkin. Ya'ni fitna yaxshilik bilan ham inson sinalishi mumkin, yomonlik bilan ham sinalishi mumkin. Yomonlik deganda endi misol uchun g'amlar, musibatlar, kasalliklar bilan ham inson sinaladi va yaxshilik, boylik, obro', e'tibor bilan ham inson sinaladi. Ya'ni shular hammasi inson uchun fitna deb aytiladi. Ya'ni insonni bu dunyodagi imtihon qiladigan, sinaydigan narsa hisoblanadi. Endi bu fitna Alloh taolo tomonidan bo'lsa, ya'ni Alloh taolo bandasini sinashi, imtihon qilishi hisoblanadi. Lekin bandalar tomonidan bandalar fitnaga solishi, bu yuqorida aytdingiz, bu salbiy narsa. Ya'ni odamlarni boshqalarni azoblash, ularni yo'ldan ozdirish, ularni o'rtasiga ixtilof solish ma'nolarida keladi. O'zi arab tili shu lug'atiga qaraydigan bo'lsak, fitna so'zini 10 ga yaqin ma'nolarini berishgan ekan, 10 ga yaqin. Lekin ularni biz bir jamlab, xulosa qiladigan bo'lsak, 4 ta, 5 ta umumiy ma'nolarga yig'iladi. Bular shu birinchi eng katta ma'nosi sinash, imtihon qilish. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna va hum la yuftanun." Odamlar iymon keltirdik deganlaridan keyin imtihon qilinmasdan shu tek qo'yilamiz deb o'ylaydilarmi? Deydi Alloh taolo. Ya'ni inson iymon keltirgandan keyin, musulmon bo'lgandan keyin albatta baribir uni hayotida yaxshilik, yomonlik yonma-yon bo'ladi. U sinovda bo'ladi, ya'ni qaysi bir inson ko'proq yaxshi amallar qilishi, ezgu amallar qilishi sinovda bo'ladi. Shu ma'noda Qur'oni Karimda zikr qilingan. Yana bir oyat karimada va nablukum bish-sharri val khayri fitnatan deydi Alloh taolo. Sizni yaxshilik va yomonlik bilan sinaymiz deydi. Shu boya aytganimizdek, mol dunyo, farzandlar, obro', e'tibor bilan ham inson sinalishi mumkin yoki kasallik, g'am, tashvish, balo, ofatlar bilan ham sinalishi mumkin. Ikkinchi ma'nosi bu shirk, kufr keltirish ma'nolarida ham Qur'onda keladi. Yuqorida ham oyat eslandi. Val fitnatu ashaddu minal qatl degan oyatda mana shu fitna bu yerda shirk keltirish, Alloh taologa kufr keltirish, uni ne'matlarini inkor qilish, bu qatldan ham yomonroq degan ma'noda ham ishlatilgan ekan. Uchinchi ma'nosi bu insonlarga aziyat berish va odamlarni azoblash ma'nosida ham keladi Qur'oni Karimda. Va ja'ala fitnatan nasi ka'azabillahi. Bir inson deydi, odamlar unga bergan aziyatni xuddi Allohning azobidek qabul qiladi degan oyatda, ya'ni odamlarni azoblash ma'nosi, fitna ma'nosi odamlarni azoblash ma'nosida kelgan. Boshqa oyat karimada innal ladina fatanul mu'minina val mu'minati thumma lam yatubu deb keladi, ya'ni mo'min va mo'minalarni azoblaganlar. U Buruj surasida keladi. O'sha bir hikoyasi bor o'zini buni. Bir zolim podshoh odamlarni yig'ib, kim iymon keltirgan bo'lsa shu katta olov yoqtirib, shu olovga tashlaymiz deb o'sha olov bilan azoblash ma'nosida ham keladi. Oxirgi biz nima qilgan ma'nomiz bu haqdan og'ish va zalolat ma'nosida ham keladi Qur'oni Karimda. Vahzarhum ayyaftinuka an ba'zi ma anzalallohu ilayka. Payg'ambarimiz alayhissalomga Alloh taolo aytadiki, buyurib, ulardan ehtiyot bo'ling. Ular sizni Alloh sizga nozil qilgan ba'zi narsalardan og'dirishidan ehtiyot bo'ling deydi. Ya'ni ular o'z xohish irodalari, ya'ni o'zlari havoyi nafslari xohlagan narsalar bilan sizni Alloh nozil qilgan narsadan burishga harakat qiladilar degan ma'noda keladi. Demak, umumiy xulosa yasaydigan bo'lsak, fitna bu
Qur'oni Karimda juda ko'p zikr qilingan. U Alloh taolo tomonidan bo'lsa, demak, bandalarni sinash, imtihon qilish ma'nosida. Bandalar tomonidan bo'lsa, kimlardir yo'ldan ozdirish, azoblash, odamlar o'rtasidagi fitna fasod solish ma'nosida keladi. Demak, bizning bugungi suhbatimiz asosan shu odamlar tomonidan bo'ladigan fitnalarga qaratiladi, ya'ni boshqalarni o'sha to'g'ri yo'ldan burish, ularga aziyat yetkazish, ular o'rtasiga ixtilof solish ma'nosiga ko'proq e'tibor qaratamiz. Zotan bugungi kunda muhim bo'lib turgan masala shu.